Assalamu alaikum hürmetli televizyon köküçüler. Uyghur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünle karşı alımız. Şöhret Zakir'nin lager hakkındaki bayanları köplegen suallarga duş geldi. Xitay hükümeti Beyjandaki musulmanca aşxanalarning viviskilerini mecburi alg'izib etgan. Xitay hükümetinin tömür yol liniyalari ve aerodromlarni ko'paytirishi diqqat qo'zg'adi. Xitay hükümeti Tayvanga bormoqchi bo'lgan fuqarolarni kontrol qilmoqchi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Erkin Asiya Radyosu 31 yıl xabarida atalmış Uyghur Abnum rayonining raisi Şöhret Zakir lager tutqunlarining 90% qo'yib berilganligini e'lon qilish orqali Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish va kishilik huquqni himoya qilishni qanday zich moslashtirganligini madihlagan edi. Ammo uning bu vaqtdagi bayonlari xalqaroda ko'plagan savollarga duch keldi. 30-yil kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, Xitoyning har qachon dunyoga yolg'on aytib kelayotganligidagi reallikni xalqaro jamiyat yana bir qatim eslatdi. Hamda ularni Xitoyning bu xildagi bayonlarga ishonmaslikka chaqirdi. Bayonotda Xitoy hukumatining lagerlar masalasi dastlab o'tirg'i chiqqanda, bu butunlay yolg'on deb uni inkor qilganligi, oxirida Po'latek paketlar oldida tili tutilib, ular kasbiy jihatda tarbiyalashni maqsad qilgan texnik maktabi deyishga majbur bo'lganligini misol keltirish orqali xalqaroning mustaqil tekshirish guruhi avatib tekshirishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin esa bu to'g'riliq so'z qilib, Xitoy hukumatining lagerlar haqida aytgan bu xildagi so'zlarga qat'iy ishongil bo'lmaydiganligini, Şöhret Zakirning bir tuqqan singlisi va boshqa urug' tuqqanlarning Germaniya, Amerika qatorliq joylarga qochib berib siyosiy panohlik tilganligini ta'kidlash orqali uning chet el muxbirlarga atalmish Shinjongdagi har millat xalqi bayashat va baxtiyor turmush kechiryotdi degan so'zlarning yolg'onligini eskartdi. Xalqaro kechirim tashkilotimi Xitoy hukumatining Şöhret Zakir orqali tarbiyalashdikilarning 90% qo'yib berildi deb chakarlish to'g'risida qattiq gumonlanayotganligini bildirdi. Mazkur tashkilotning Sharq Osiyo va Sharqi Janubiy Osiyo rayoni direktori Nikolas Bikolin shubhisizki Xitoy hukumati dunyoning lagerlar haqidagi andishlarini yo'qotish uchun bir qator yolg'onlarni to'qib chiqmoqda. Urug' tuqqanlar lagerlar qamalganlarning hech qaysi ularning qo'yib berilganligini aniqligi yo'q dedi. Xitoy hukumatining bu bayonlariga qarata ilmiy tadqiqotchilar kuchli gumonni bo'layotganligi ma'lum. Sidney universitetidagi mutaxassislardan doktor David Berofi bu vaqtda fikr qilib, biz darvaqa bir qism kishilarning qo'yib berilganligini angladik. Shuning bilan birga yana bir qism kishilarning yangidan tutqun qilinayotganligini anglayapmiz degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining tarbiyalashdikilarning mutlaq ko'p qismi qo'yib berildi degan bayonlarga qarata xalqaro jamoat zo'r gumonda bo'lib, Xitoy hukumatining buningga munosabatli dalil isbotlarni o'tirib qo'yishini kuchli talab qilmoqda. 31-yil kuni Reuters agentligi xabarida Xitoy hukumati Beyjingdagi oshxona va kichik tipdagi tomoq setish harbolarining egalariga arabcha halol degan xatni va boshqa diniy tus olgan viviska belgilarini elib etishga buyurgan. Xitoyning bu harakati dastlabda Sharq Turkistonda boshlangan islomni xitoychilashtirish harakatining kengayishi deb qaralmoqda. Reuters agentligi ziyorat qilgan Beyjingdagi halol mahsulotlarni sotadigan 11 oshxonaning xodimlari yaqinqi kunlarda Xitoy doiralari islom bilan aloqasi bor har qanday rasmlarni oshxonalardan elib etishni buyurgan ekan. Ya'ni hilal ay, chaynak shakllari va arab chizilgan halol, musulmoncha degan xatlarni o'z ichiga olgan boshqa islomiy xat, shakl va suratlarni esishni cheklagan. Hukumat xodimlari Beyjingdagi bir Uyg'ur oshxonasining mas'uliga oshxonasining viviskasidagi halol degan xatni elib etishni talab qilib, nazorat qilishni kuchaytirib, oshxona egalarini Xitoy madaniyatini ko'proq ishlatishni, qo'llanishni, tashviq qilish kerakligini ogohlantirgan. 30-yilda Beyjingda ochilgan Go'zal Shinjong qurish nomidagi axborot e'lon qilish yig'inida atalmish Uyg'ur Abnum rayonining muavin raisi Jang Chullin 2022-yilga borganda Sharq Turkistondagi temir yo'l liniyasining uzunligi 8000 kilometrdan oshirilganligini, aerodrom sonining 30 ga yetkazilganligini bildirgan. Xinhua agentligi xabar to'rining 30-yil xabarida Sharq Turkiston 2014-yildan boshlab Xitoy hukumatining bir balvoq bir yo'l qurilishidagi yadrolik rayon bo'lib qolganligi, qatnaydigan poyezd qatim soni 100% oshganligi, Urumchidan Tehronga va Gruziyaning poytaxti Tbilisi shahriga havo qatnash ochilgan ekan. Mutaxassislar bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumatining temir yo'l va havo qatnashiga buncha kuchayib ketishi, ularning jiddiy ahvolga taqobil turish uchun tez suratda harbiy qismlarni yutkash ehtiyojini eng chong nishon qilgan deb ko'rsatdi. Yil kuni Xitoy madaniyat va sayohat ministerligining e'lon qilishicha, 1-avgust kundan boshlab Xitoyning Beijing, Shanxay, Nanjing qatorliq 47 shahardagi Xitoy fuqarolarining Tayvanga berishiga yakka kishilik yo'l xati bermaydi ekan. Sababi to'g'risida ortiq ma'lumot berilmagan. Xitoy fuqarolari Xitoy hukumati qonunsiz ayrilib chiqmoqchi bo'lgan o'lkamiz deb da'vo qilayotgan Tayvanga berish uchun hukumatdan yo'l xati olish kerak edi. Hozirdan boshlab Tayvanga bormoqchi bo'lgan har qanday Xitoy fuqarosi qaysi shahardan bo'lsin yakka holatda Tayvanga bora olmaydigan bo'lib, faqat Xitoyning Jungu xalqaro sayohat shirkatlari bilan sayohat uchun bora oladi ekan. Xitoy madaniyat va sayohat ministerligining bildirishicha, bu qaror chiqishdan burun Tayvanni ziyorat qilish uchun tarqatib berilgan yo'l xati bor kishilar koni tartib bo'yicha bora oladi ekan. 1-avgust kundan keyin guruh shaklda sayohat idorasi bilan berish kerak ekan.
Xitoy Tayvan sayohatchilarining 30%ni egallaydi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.